Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Obunachilar Egedan Gentra qarab kelganlar uchun mashin Qoraqalpoq Respublikasi 4 tumanida 50-60 million so'm bilan o'sha Gentra minib ketsang bo'ladi 2016-yil. Videoni oxiridan ko'rsanglar to'liq tushunib olasizlar do'stlar. Do'stlar, kanalda yangilar bo'lsa obuna bo'lamiz. Bir like bosib qo'yishni unutmaymiz. 2016-yil. Kraskasiga kelsak, bir orqa kapotdagi kraska bor ekan, ozgina yerida. Undan strashniy emas, tekshirib olaverasizlar dedi. 2016-yil bolalar. Salonlarni ko'rsatamisak. Salonlar. Yana chexol, polik bor. 149 ming kilometr yurgan, o'zini haqiqiy yurgani. Mexanik. Salonlar. Do'stlar, kanalda yangi obuna bo'lamiz. Bir like bosib qo'yishni unutmaymiz. Metan gaz pakalena. Hamerina, аккуратный. Salonlarni ko'rinish. O'sha kapotda bor ekan, kraska bo'lgan, strashniy emas. Metan gazlayni joyida. Mashina bo'lgan shu yerda kraska bor, boshqa hamma yerda javob berib tekshirib olaverasizlar. Bu ham strashniy emas. Ece Gentra obunachilar, mashina bahası o'zini bahası 90 million so'm aytilib turibdi. Aytilish bahası 90 million so'm. 50-60 million so'm bo'lsa, minib ketsanglar bo'ladi. Aynaqini dogovor ham kelishib kelsa bo'ladi ekan. Variantlar shu dogovor, mashinalar barter bo'lsa ham ketadi ekan. Nexi bo'lami barterlar ham kelishiladi. Mana telefon nomerini qoldiraman, do'stlar, bemalol kelishaverasizlar. 90 million so'm kelishiladi, 50-60 million so'm bilan minib ketsanglar ham bo'ladi. Dogovor, barter hamma narsa bor.